Jadvalda eng so'nggi 16-o'rinda qolyapti. 15-pog'onadagi So'g'diyonada 5 ochko bor. Jamoalar tarkiblariga o'tsak bo'ladi nazarimda. Surxonning hujumini ko'rib olaylik. Pas Jinidu tomon. Barmonqulov burchak zarbasini ijro etib beradi. Pas, zarba, yana bir zarba. Otabek Boymurodov. Ketdik. Mana to'p yetkazilyapti. Bosh bilan zarba. Ikkinchisi. Ikkinchi zarbada Jo'rayev hozircha nazoratga e'tibor qaratyapti. Markaz. Xato. Humoyun Murtazoyev raqibning xatosidan keyin gol urib ketishi mumkin edi. Yaxshi vaziyatga chiqib bordi tajribali hujumchi, zarba yo'lladi, ammo mana bu nuqtada noaniq pas ketgandi. Darhol Mash'al raqibni jazolashga intildi. Taxminan 10 daqiqa Mash'al zo'r o'ynadi. Imkoniyatlar bo'ldi. Gol urish borasida endi Surxon raqibni bosimda ushlashga intilyapti. Yana oldingi chiziqqa pas. Sunnatulla Abdullajonov. Jinedu jarima maydonida zarba! Qoyil nigeriyalik hujumchi ancha qiyin vaziyatda. Himoyachi ta'qibida to'pni darhol o'ziga to'g'rilab, keyin zarbani amalga oshirdi. Mezbonlarning hujumi. 4 o'yinchi oldinga o'tyapti chap qanot. Pas markazga, imkoniyat bor, zarba ham bor. Jinedu yaxshi imkoniyatga chiqib borish mumkin. Oxirigacha kurashni davom ettiryapti nigeriyalik hujumchi. To'pni saqlab qoldi. Pas markazga, zarba! Yaqin burchakka yo'llangan zarbadan so'ng Dostonbek To'xtaboyev to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Endi Surxonda juda qulay imkoniyat yuzaga kelyapti. Himoyachilar ham hozir yordamga yetib kelishdi. Yana yuqoridan pas, yana jarima maydoniga. Va hakam penalti belgiladi. Surxon darvozasi tomon penalti belgilanmoqda. Zafarbek Akramov penalti ishlagan futbolchi. Yakuniy qarorini u qabul qiladi. Darvoza ortidan endi esa yon tomondan tasvir. Hakamning qarori o'zgarmadi. Boymurodovda penalti qaytarish borasida yaxshi raqamlar ham mavjud. Bu gal Ochilov imkon bermadi. Yuqori burchakka aniq zarba, darvozabonga hech qanday imkoniyat qoldirmayapti. Mash'al futbolchisi Samandar Ochilov 0-1 gol urib bermoqda. Mana e'tibor qarating. Bunday zarbalardan so'ng to'pni qaytarish darvozabonlar uchun ancha qiyin. Sarvar Abduhamidov almashtirilmoqda bu gal. Jinedu bosim qilmoqda. Mana shu bosim hozir samara berishi mumkin edi. Surxon hujumni davom ettirmoqda. Fredi Emeka pas. Darvozabon to'pni qiyinchilik bilan qaytardi. Termizliklar hozir hisobni tenglashtirish borasida yaxshi imkoniyatga ega bo'lishdi. Jinedu nima uchun hozir e'tiroz bildirmoqda ko'ramiz. Emeka yaxshi qo'shilib ketdi. Bu ikkinchi Surxon har ikkala qanot yarim himoyasini yangilab oldi. Jinedu pas, imkoniyat bor, zarba! To'p ustunga tegib qaytmoqda. Buyurgan raqamlar kamroq, endi yomg'ir yog'di. Bu ham ta'sir qiladi. Bu esa Surxondagi eng xavfli vaziyatlardan biri.
Yusupov jarima maydoniga kirib ishtirok etadi. Guruh u qadar murakkab emas. O'ynasa bo'ladi. Surxonda ham mana shunday holat. Hozir Richard qoldirdi. Imkoniyat bor. Zarba kerak. Pas. Kim zarba yo'llaydi? Zarba va gol! Gol oxiri bir amallab Surxon futbolchilari to'pni darvozaga kiritishdi. Dostonbek To'xtaboyev harakat qildi to'pni qaytarishga, lekin buni uddalay olmadi. Aynan kimdan to'p darvozaga kirdi? Yaxshi kombinatsiya Yusupovdan, pas Richard. Aynan Chinedu oxirgi zarbani bergan futbolchi darvozabon to'pni qaytargan holatda mana e'tibor qarating. Tepib kiritib yubordi. Undan oldin nazarimda to'p chiziqni kesib o'tmagandi. To'p hozir chiziqni kesib o'tgani yo'q. O'yinda qoldi. Bosim qilyapti Surxon, yana pas. Bosh bilan zarba Yusupovdan. Jamoa yetakchilaridan biriga aylanganligi ko'zga tashlanyapti. Karimov, Asadbek chap qanotda markazlashmoqda. Pas jarima maydoniga, imkoniyat bor. Zarba va gol! Yusupov! Comeback Surxondan. Zaxiradan maydonga tushgan Kamronbek Yusupov chiroyli hujumni, ajoyib pasni gol bilan yakunlamoqda. Bu murabbiyning imzosi, bu hujumkor futbol mevasi. 2-1. Asadbek Karimovdan pas. E'tibor qarating. Juda aqlli o'ynadi Chinedu. To'pni ochilayotgan jamoadoshiga qaytardi va aniq zarba. Darvozabon To'xtaboyev to'pni qaytara olmadi. So'nggi daqiqalarda, qo'shib bergan daqiqalarda Surxon Fayziyev jarima maydoni ichiga bu gal to'pni tashlab berdi. Himoyachilar qaytarishdi. Mash'alning hujumi davom etadi va qoida buzildi. Rafael raqibga nisbatan qo'pollik ishlatdi. O'yin yakuniga yetmoqda. Hakam final hushligini chaldi. Jasur Muxtorov va Surxon comeback evaziga yutqazayotgan bahsida yakunda 2-1 hisobda g'alaba qozonmoqda. Mana shu g'alaba bilan Surxonni, termizlik futbol muxlislarini tabriklaymiz. Mash'alga esa keyingi uchrashuvlarda omad tilab qolamiz.